Rossiyada ishlab, har xil ishlarni qilib, stroykada ishlab, texnikada ishlab, Rossiyadan charchab, O'zbekistonga kelib, boshqa sohada o'zini sinab ko'rgan odamlar, sinab ko'rmoqchi bo'lganlar bormi ichimizda? Ishladik Rossiyada. 10 yillab umrini sarfladik. Endi O'zbekistonga qaytib bir boshqa narsada o'zimni sinab ko'rmoqchiman deb harakat qilyapmiz, xudo xolasa. Trading sohasini o'rganib, shu sohaga kirmoqchiman. Hozir Rossiyadan kelib, ikkinchi kun remontni boshladik. Xudo xolasa. Bu joyda oldin avtoservis ochgan edim, avtoelektrika. Oldin azal bu oshxona bo'lgan, stolovoy bo'lgan. Narsalar qo'ygan eski tusga. Polniy отделка qilinadi. Ofis bo'ladi bu yer. Stol, kompyuter stol, monitor, trading uchun kerak bo'ladigan hamma instrumentlar, kerakli narsalarni zakaz qilganman. Byudjet unaqa katta ham emas. Penablovlar kelgan. Arzim ozgina puldan boshlamoqchiman. Trading uchun nima kerak? Trading uchun asosiy bilim kerak. Bilim, notebook, internet stabilniy. И vaqt, sabr, doim o'rganish kerak. Endi shu sohaga kirib ko'rmoqchiman, xudo xolasa. Kirib ko'rmoqchi emasman, bu sohada, trading sohasida borman, prosta o'zimga ofis qilyapman. Hozir bu darajada ko'p pul topganim yo'q, shuning uchun byudjetga qarab remontlarni o'zim qilyapman. Rossiyada ishlab yurardim, endi hozir O'zbekistonga keldim. O'zimni ofis qilib, shu yerda bir ishimni yuritay deb o'zimizni vatanda mana shu yerda ish qila olaylik, bola farzandlarning yonida O'zbekistondan qo'ymasin. Demak, bu rodbinlarni, shpekulyovkalarni tradingga nima aloqasi bor deganlarga prosta shu remont qilyapmiz, xudo xolasa, ofisda. Iloji boricha qo'yib yuborishga harakat qilaman. Qanaqaning hamma gapiradi, tradingda aql o'rgatishga harakat qilishadi. Qanaqa qilib foydaga chiqsa bo'ladi, qanaqa qilib tradingda pul qilsa bo'ladimi o'zi, yo'qmi deb hamma o'zlaricha videolar qo'yib, chiroyli joylarda o'tirib video qilishadi, lekin hech kim boshlangan holatini, boshlangan etapini hech kim ko'rsatmaydi. Qanaqa boshlagan, nimadan boshlagan, qaysi sohadan kelgan, necha yil umr sarflagan trading uchun, qancha pul sarflagan bilim uchun, ularni hech kim gapirmaydi, faqat shu kerakli bo'lgan odamlar qiziqadigan tillarda qanaqa savdo qilish yoki qanaqadir bir u qiyin strategiyalarni o'rgatishga harakat qiladi. Men prosta boshlanishidan boshlamoqchiman, boshidan. Birinchi ofis yaratamiz, sharoit qilamiz. Undan keyin sekin qolgan narsani o'rganishni, birgalashib o'rganishda davom etamiz, xudo xolasa. Hozircha shunaqa niyat bor. Mana shu sohaga kirib birgalikda o'zim hozircha hech narsani bilmayman. Masalan, bazaviy narsalarni bilaman, lekin bazaviy narsalarni o'rganganman. Bir ikkita tushunadi, masalan, sessiyalarni tushunaman, paralarda qanaqa ishlash, ochib yopish, savdoni ochib yopish, targetlarni, stoplarni qayerga qo'yish, shunaqa bir ikkita sistemalar bor, shularni bilaman. Endi постоянный tradingda grafikda oldida o'tirish kerak, постоянный kuzatish kerak, boshqa narsaga chalg'imish kerak. Men Rossiyada ishlab yurib ancha savdo qildim, ancha o'rgandik. Endi xudo xolasa, mana shu ofisimiz bitsa, chiroyli qilib daraja o'rganishda davom etamiz. Bu video olishimga maqsad prosta dokazat qilmoqchiman, qanday qilib noldan, mana shu ahvoldan tradingga kirib, tradingdan bir yo prop shotda yoki realniy shotda bir foyda qilib, pul qilib uni chiqarish. Shuni challenge qilib qo'ymoqchiman, xudo xolasa. Agar
qiziq bo'ladigan bo'lsa, like, podpiska, obuna, постоянно. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, masalan, Rossiyada yurib bir sohani tradingga qiziqib yurganlar yoki o'zimizda O'zbekistonda tradingga qiziqib yurganlar bo'lsa, birgalikda rezultatga chiqishimiz mumkin. Rezultatga emas, ya'ni birgalikda o'rganamiz, harakat qilamiz rezultatga chiqishga yoki prop shotdan ekzaminlardan o'tib, fandet olib, pul chiqarishga. Maqsad shu, xudo xolasa. Bu birinchi kun bo'lyapti. Endi qanaqa qilib video olishni bilmadim. Prosta telefonimga yaqtimda kallamga kelgan narsani yozdim. Bu yerdan sekin-sekin davom etadi. Главный boshlash kerak. Muhimi boshlash kerak. Boshlangandan keyin o'sha davomi sekin-sekin o'zida joyiga kelib ketadi. Hozirgi videomiz shaltaq video bo'lishi mumkin. Bir gap bir-biriga to'g'ri kelmaydigan, tematika to'g'ri kelmaydigan holat bo'lishi mumkin, lekin sekin-sekin video olish jarayonida yoki vaqt o'tish jarayonida videolar chiroylashib boradi, ma'lumotlar ko'payib boradi. Hozircha shu 6 minut bo'ldi. Gapim tugadi, xudo xolasa. Kuzatib boringlar. Xudo xolasa ofisda harakatni qilamiz. Tezroq qilib, tezroq ish boshlashga. Bugun yakshanba bo'lsa, ertaga dushanba. Savdo boshlanadi dushanbadan. Eng muhimi mana shu narsa. Mana shu narsa. To'yt bilan Wi-Fi bo'lib tursa, trading ishimiz bitib oladi. Hammaga omad. Like, podpiska, podдержка qilib turinglar. Boshlamoqchi bo'lganlar birgalikda boshlaymiz tradingni. Trading emas, nafaqat nima ish bo'ladigan bo'lsa ham boshlasa birinchi boshlanishi sal qiyinroq bo'ladi. Keyin o'z yo'liga tushib ketadi.